Eyyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Uzbastro Gamer. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan Minecraft o'yinini VR olamda o'ynab ko'ramiz. Mana ko'rishlar mumkin. Bu albatta Minecraftda Bedrock versiyasi. Xo'p, xullas bu mana shunaqa holatda bo'ladi. Xuddiki Minecraftda joystick bilan o'ynaganinglarda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi, lekin bu VR olamida bo'ladi. Do'stlar, video boshlanishidan oldin albatta nima qilishni bilasizlar? Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, albatta o'zingizdan fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Va do'stlar, hozir o'sha gapim do'stlar ancha prosmotrlar tushib ketgan, ko'tarishga harakat qilaylik do'stlar, sizlar uchun harakatdaman. Xullas, unda boshlaymiz. Albatta anaqa narsadan olgandim. Chunki bu VR olamda buni sal o'ynash qiyinroq ekan. Sal knopka adashib ketib qolishi mumkin. Xo'p. Xo'p, buni bu yoqqa olamiz. Xo'p, buni olamiz va buni. Xo'p, bu shart emas. Lekin bunda boshqarish ashi qiyinroq ekan. Juda desam ham bo'ladi. Voy. Mana o'zi yiqildim. Knopkalarni adashtirib qo'yapman, chunki noto'g'ri bo'lib ketyapti knopkalar. Bo'pti, unda birinchi ozroq tosh chopamiz. Tak, normalniy. Toshlarni ham olamiz. Bu yerda qanaqadir g'ormi nimadir bor ekan, kichkinaroq shaxta. Bu yerda ko'mir bor ekan. Tak, 4 ta ko'mir. Hop. Qani buni olish kerak yo matdan yassam bo'ladi aytgancha. Tak, qani qatta endi bu? Buni yasamaymanmi? Birinchi cho'p tayoq yasash kerak. Nima qildim men hozir? Hop, bo'ldi. Bu yerga qo'y, endi bittani qada yasash kerak. Yaxshi, ikkita yasab olmas ekan. Bitta bundan yasaymiz. Bitta bundan. Hop, nima bu ko'tarilib ketib qoldi? Bo'ldi mana. Keyin bitta bundan yasaymiz. Chotki. Hop, ana endi bizada toshli girka bor. Ana endi. Ko'proq anaqalardan chopsa. To'ta. Mana uni. Bu zo'r ekan-ku. Shunaqa qilib, ko'rsam ham bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda temirlar yo'q ekan. Temirlar yo'q, tepada mollar yuribdi, ho'kizlar. Qarachi. Xo'p, bu yerga qaraydigan bo'lsa, bu yoqda o'sha boyagi ko'rgan chuqurroq g'orim. Qatta, mana uni qattan avval topdim. Xo'p, endi birinchi temir bor, mana kakras temir. Temirlarni chopib boramiz. Hatto lava bor ekan, lavadan ehtiyot bo'lish kerak. Tak. Xo'p, do'stlar, o'zingizdan so'rasam, ahvolingiz yaxshimi, sog'liqlaringiz yaxshimi? Maza qilib, dam olib yoki boshqa qilib yuribsizlarmi do'stlar? Hop, 2008lar. Bu yil oxirgi yil 2008lar uchun katta hayot. Mayli. Do'stlar, YouTube'ga kelganimga ham hozir 2021-yil YouTube'ga kirib kelgan bo'lsam, hozir mana 5 yilmi bo'lyapti YouTube'ga kirganimga ham. Hozir juda ham vaqt tez o'tyapti do'stlar. Vaqt qadriga yetish kerak. Mayli. Hozir esa sizlarni bunaqa gaplar bilan chalg'itmayman. Videoni ko'rib mazza qilib dam olaylik do'stlar. Xo'p, tezroq ko'mirlarni chopib olsam. Namchu ko'ppuncha. What? Bro, what are you talking about, man? Shu doimo ko'mir rosa ko'p bo'ladi. Bittadan chopsiz bo'ldi, ketaverasiz, taq deb pastga. Ketaverasiz, ko'mir icham oxiri yo'q. Asqart. O'tda nima qilaman? Oppa.
Opa, opa. Ur. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Jangga ham yorib qo'yaman-da, qani. Menda bitta qilich bor edi. Hop. Qaysi mana shu tugmamida? Tak, buni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Buni ham, yo, buni olib kel buni. Bu yoqqa o'tadi, bu ham o'tadi, bu ham o'tadi. Hop, bu ham o'tarkan, qilichni olamiz. Shu bilan to'g'ri. Unchop kerak. No, hozircha shart emas ish. Hop, nima o'zi bittada shaxtaga tushib ketdim, montor. Uy qursam bo'lardi birinchi. Xullas do'stlar, birinchi video uchun albatta buni keyingi qismlarni ham tayyorlashga harakat qilaman. Birinchi qism uchun Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? shu faqat uy narsalar yetadi. Hop, portla. Portlamadi. Portlashiga yo'l ham bermadim dalish. Qani mana shu temirmi nimadir ko'rgandek bo'lgandim-da. Qo'yaylik chiroqqa. Ke ukam, ke. Ukam, men hozir bu yerdaman, boshqarish vashshita zo'r. Ya'ni qarash zo'r, boshqarish dabdala. Knopkalarni vashsha adashtirib qo'yapman. Voy maya. O, pastda yana yo'l bor ekan. Nima Telegramdan xabar keldimi? Shu hozir kelmay tursa bo'lardi, bor. Ana. Brachga keldi. Ke. Op. Qani. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, qanaqa PvPda zo'rman. PvP deylarmida, mana shunaqa birga bir janglar. Nima-da. Qarachide, unda tezroq. Hozir biz mana shu temirlarni chopaman-da, shu bilan tepaga suraman. Yaxshi, mana shu uy qursam ham bo'laveradi. Chunki bu yerda ham temirlar ham boshqa, qarach shaxtasi normalniy. Kon normalniy bor, bu mana shu uy qursa arziydi. Hop, endi mana shu temirlarni ham chopib olsam, kirka narsalar yasashga kerak bo'lib qoladi. Hop, shunisi qolmadimi? Hop, mana shudan agar tepaga ko'lab ketsam, chiqib qolsam kerak tepaga. Bo'ldi, davay, mana shudan ketamiz. Mana kelmayaptimi ish qilib? Tepaga, voy, mana buncha uzun, mayli, kakras. Tosh ham kerak edi. Tosh bosh narsalar bilan olib ketamiz birdan. Voy, mana qo'yat. Ochiq osmonga chiqdim, lekin meni yaxshi kutib olishmadi. Hamma joy zombi bo'lib yotibdi. O, qo'yni qaysi tugma sakrashida mana. Bitta dona yung berdi, mayli. Nasib qilgani bo'ladi. Shukr qilamiz, yomonlamaymiz. Hatto nima bola moblar lapatkalar bilan yurishibdimi? Вообще-tayu. Lekin bunda bitta yomon tomoni bor, yomon tomonlari ko'p. Mana bittasini aytaman. 5 chanksdan oshirib bo'lmaydi. Faqat 5 chanks ko'ra olasizda, undan tashqari yo'q. Polyard nimalar yuribdi hatto. Xo'p, boyagi aytgan jamoatdan opa. Sakrashni o'rgandim. Bu daraxt chopmayman. Bu daraxt azob, juda ham azob. Bu daraxt chopdingizmi, oxirgacha chopmasangiz qanaqadir tepadan taxtani parraxalari tushgan vaqtda xuddi ko'zimga tushayotgandek bo'lib ketadi. Ba'zi vaqtda. Voy. Menga normalligini ko'proq taxta kerak.
Tak, uyi mana shulardan qursam bo'larkan. Taq. Nima? O'ng pultni batareykasi ham kam qopti-yu. Xo'p, mayli. Endi hech bo'lmasa videoga yetish kerak. Oy. Da kam qopti. Yetadi degan umiddaman. Ishqilib yetsin-da, mayli. Xo'p, sekin-atlarni yo'qotib, sal tartibli olmasak. Tirs ketdi, bu yerga ketdi. 64 qani, ana mana ham ol. Shunaqa qilib bo'ldi, tak. Uyni boshlaymiz unda. Uy mana shu tomonga qaragan bo'ladi. Xo'p, ana endi hozir jichi jovuni og'riydi. Og'rimas ekan. Ana uyimiz ham tayyor. Hop, ozgina o'zgartirishlar kiritamiz. Qani fakil. Ol buni. Bu yerga qo'y, bu yerga qo'y, bu yerga qo'y. Ili bu yerga qo'y. Shu bilan yana nimadir qilish kerak, mana. Qani. Hoppa. Buloqqa. Hop, bu yerga qo'yamiz endi. Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Ili mana bitta qo'yib qo'yamiz. Ana chotki. Ana endi tagini bundoq buzib ana qilsa ham bo'ladi. Hop, controller. Voy, pultlarning batareykasi o'lyapti. O'zi ham ancha bo'libdi. Bunga ham batareyka almashtirmaganimga. Bittadan qo'yib topsam, shu bilan hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Menimcha uy yomon chiqmadi. Qora qo'y bo'lmaydi. Chunki bu versiyada yo qora bo'lish kerak yoki oq bo'lish kerak. Nima boshqa ranglar ham bo'ladi. Faqat ikkita rangni bir xil qilib ana, oq qo'y. Chotki. Noto'g'ri tushunmanglar, nega piga degan narsalar bor. Bo'ldi. O'z skinimni o'rnatmoqchi edim. Qarasam shu skinni o'rnatishni bosishim bilan yana nastroyga kirib ketyapti. Shuning uchun skin ham unuta olmadim hattoki. Xo'p, yaxshi. Ana endi uyni sal jihozlab, nimadirlar qilish kerak. To'xta, meni verstagim qani? Don't let me leave, Murph. Verstak qani? Don't let me leave, Murph. Menimcha verstakni tashib kelganman pastga. Mayli. Hop, birinchi mana verstak qo'yib, mana bilan qo'yadi, tak. Bitta lopatkasi olsak. Chotki. Hozir уже tunam bo'lyapti. Tezroq bitirish kerak. Birinchi mana eshik yasa olay. Muhimi. Qani oq eshik mana topdim. Bu oq eshikning foydasi, misol uchun moblar kelayotgan vaqtda sizlarni oq eshikdan buzib o'tolmaydi. Ana narga oddiy yog'ochli eshikdan esa bemalol buzib o'tadi sizlarni. Chunki ko'rib turadi-da qattaligilarni. Shuning uchun oq eshik yaxshiroq deb o'ylayman.
Ana, menimcha normalniy. Bo'ladi deb o'ylayman. Hozirga yashab turish uchun normalniy. Bo'ldi, boltani ol, buni bu yerdan olib tasha. Или bu yerga qatta kravatim qatta edi endi. Aytgancha hali kravat qo'ymadimmi? Kravat yasamadim ya'ni. Qatta edi mana. Ash narsalarim tartibsiz bo'lib yotibdi, tezroq narsalarimni to'g'rilab olish kerak. Xo'p, buni matdan qo'yib, bitta kravatni tirsillatamiz. There monsters. Bitta monsterlar ham yuribdi, sassiqchalar. Creepermi? Siqirtay, ashash yoqmaydi mana shu mob bori. Hirt bir zarar kunanda. Buzgan joyini to'g'rilab ham qo'ymaydi. Endi uxla olayman. Eshik yopcha. Men uxlashini. Namcha g'alati. Tak, tayyor. Bu ham tayyor, normalniy. Mana bitta olib qo'yamiz. Shu bilan bittasiga temirni, bittasiga go'sht pishirishga qo'yib qo'yamiz. Qani mana? Voy, mana voy, mana vashsha asabga tegar ekan, mana shu ham bor-ku. To'g'ri kelmay qolishi. Qatta endi bu qaysi biri bilan oladi? Mana topdim. Yo'ga go'sht qo'y endi. Bo'ldi, chotki. Yo'dan esa bir 4tacha sunduq yassi. Hop, endi matdan narsalarni shuni joylashtirib tashlaymiz. Buni ham qo'y, buni ham qo'y. Yo, amal shart emas, buni ham qo'y. Qo'y buni ham, qo'y buni ham. Loyni ham qo'y. Qatta endi bu. Voy, mayo namcha bu, topish qiyin. Qo'y buni ham. Suyi qo'y, buni ham qo'y. Hop, boshqa narsa yonimda turadi. Hop, yaxshi. Menimcha do'stlar, birinchi videoga yetadi deb o'ylayman. Mana shaxtalarga ham tushdik. Uylarni ham qurib oldik. Normalligina qilib. Xullas do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, o'zingizdan fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Keyingi videolarda sizlar bilan uchrashguncha.